Assalomu alaykum hammaga. Borliq Ongi akademiyasi muxlislari, sizlarga ajoyib yangilik, hamohanglik bo'yicha eng zo'r eksklyuzivniy ma'lumotni bermoqchiman. Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik ahamiyat bermayotgan, e'tibor qaratmayotgan bu ko'rinish. Chunki nimaga? Hamma bir katta maqsadlar bilan, katta orzular bilan oldinga qarab ketyapti, faqat to'xtash yo'q. U ham bo'lsa nimada? Sohada. Kimdir toifasini oshirgan, kimdir statusini ko'targan, kimdir qaysidir sayohatlarga borish kerak, yutish kerak, yutuqqa chiqish kerak, yutuq jo haligi. Qo'yingki, anaqada mana hozir hamohanglikdan chiqilganini hamma tushunib yetadi, anglab yetadi. Hamohanglik deganda agar yoningizda bitta ruchka bo'lsa, qog'oz bo'lsa yozing, 4 ta narsani yozib qo'ying. Mana shu 4 ta ustun juda ham muhim narsa. Hayotdagi bu 4 ta ustunda doim 4 tala oyog'i ham mustahkam bo'lishi kerak. Qaysidir anaqa ustunni yoki shu stulni oyog'i singan bo'lsa, odam qulayda o'tirgan payti, to'g'rimi? Shunaqangi bu ham 4 ta ustun doim bitta anaqada ketishi kerak. O'lchamda ketishi kerak. Buni hech qanaqangi psixologiyaga ahamiyati yo'q, faqatgina tizimga qo'yish kerak, yo'lga qo'yish kerak. 4 ta ustunni yo'lga qo'yish kerak. 4 ta ustunni birinchi ustuni o'rtoqlar, bu shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanishga kiradigan narsalar bor. Kitob o'qish, izlanish, to'g'rimi? O'z ustida ishlash, qaysidir programmalari, xarakterlari bo'yicha, shular bo'yicha rivojlanish bosqichi bu. O'z ustida ishlash bosqichi. Javobgarlikni o'z ustiga olish, hayotga boshqacha nazar bilan qarash, ya'ni ongni rivojlantirish, miya bo'yicha, miya ichida ko'p mavzular kirib ketadi ichiga. Miyani transformatsiya qilish, har xil kurslar, har xil kitoblar, hozir tadbirkorlarni ham ko'rsangiz, psixologga borgan, u yoqqa borgan, nima qilsak ishimiz to'xtamayapti, rivojlanmayapti. Ikkita bosqich. Va keyingi bosqich o'rtoqlar, keyingi bosqich. Bundan keyin turadigan bosqich tana bo'ladi. Etap bor uni ham qarang. Birinchisi shaxsiy rivojlanish, ya'ni ruhiy rivojlanish, qalbiy rivojlanish, ongli rivojlanish bo'lsa, ikkinchi etap bu tana. Tana rivoji, hujayra, bunga beriladigan biologik faol qo'shimcha, to'g'ri ovqatlanish, sport, vaqtida dam olish, tozalik, gigiyena, to'g'rimi? Mana shu uy muhitidagi holat, to'g'rimi? Tartib, tozalik, chang yo'q, g'ubor yo'q, idishlar yaxshi toza. Qo'yingki, shaxsiy gigiyena, tana. Bu tana juda muhim narsa, tana ham. Tanaga e'tibor bermasdan turib, odamning sog'ligi yo'qolsa, ximikatdan foydalansa yoki bir chang g'uborda ustivoshi o'ziga qaramagan, yo sport bilan shug'ullanmagan, yo bir noto'g'ri ovqatlanayotgan, doim alkogol yoki spirtli yo sigaret yo gazli gazsizlar, fast foodlar iste'mol qilayotgan bo'lsa, yoki och qolib ko'p yurayotgan bo'lsa, uyqusizlik bo'layotgan bo'lsa, o'ziga shu narsani bermayotgan bo'lsa, demak ikkinchi tana kompleksi buzilgan bo'ladi. Qarang, qancha katta mavzu bor bu yerda. Bir boshdan beraman desam. Uchinchi ustun, o'rtoqlar, uchinchi ustun turadigan ustun bu oila bo'ladi. Oila. O'sha 4 ta ustunni hamohanglikka olib kelish kerak. 4 ta ustun, ya'ni oila, uchinchisi oila bo'lsa, oilada ota-ona bilan ba'zan suhbatlashib, o'tirib duolarni olish, bir piyola choy ichish, farzandlar bilan, dadajon qarang, mana bunaqa chizdim, oyijon qarang, bunaqa desa, u bilan suhbatlashib, darsliklariga qarab, voy 5 baho olibsan, malatsi, zo'r, yaxshi o'qiyapsanmiz, tuzimsan, yur aylanib kelamiz. Oyijon bunaqa bering, bunasi olib bering, u yoq bering, chunki ular ham inson. Ular ham sizga o'xshagan inson. Lekin siz rivojlanishingizga ularda ham katta sabablari bor. Ota-onani qabul qilmasa, farzandni qabul qilmasa, erni qabul qilmasa, ayolni qabul qilmasa, faqat ish deb borku, hech nimaga erishib bo'lmaydi. Ko'ryapmiz ko'zimiz bilan, ko'pini ko'ryapmiz. Hamohanglik buzildimi, garmoniya buzildimi, hayot garmoniyasi buzildimi, hech narsa o'xshamaydi. Va 4-chi turadigan bu o'sha sizni ishingiz, kasbingiz, hunaringiz,
olib borayotgan kasbingiz, hunaringiz va o'sha qanaqadir biznesda ishlaysizmi, farqi yo'q. Yoki bir shifokormisiz, o'qituvchimisiz, kosibmisiz, hunarmandmisiz, ustamisiz, umuman farqi yo'q. Bu ish. Ya'ni moliya olib keluvchi jihat. Mana shu narsalar yo'lga qo'yilmasa, to'rtta ustunda yo'lga qo'yilmasa, buziladi. Buzilganligi aniq. Faktlar bor, ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun, o'zimizda ham bo'lgan bahsot kelganda faqat biznes, ishi amalimiz biznes. 24/7 ishda bo'lganmiz. Lekin bolalar bilan farzandimiz, qizimiz, o'g'limiz bilan suhbatlashib o'tirishga bizda toqat bo'lmagan. Chunki ishda reja berilgan, boshqa berilgan, uni qilishing kerak, buni qilishing kerak, u bilan hamkor qil, bu bilan ishla, u bilan ko'rish, bu mahsulotni sot, qancha tovar aylama bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, xullas qo'yingki, har bir sohada ham o'ziga yarasha vazifalari bor. Buni taqsimlash kerak. Qanchadir vaqtini bunday olib qaraganda soat vaqtini o'ylab qoladigan bo'lsak, soat bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, shu 24 soatdan 8 soat uyquni chiqarib tashlab turib, o'sha qolgan soatlarni taqsimlash kerak. 5 soatdanmi, 6 soatdanmi, necha soatdan kelsa, o'sha 3 formulaga bo'lish kerak. 4 formulaga. Ma'lum bir qismlarga bo'lib chiqish kerak bu narsani. To'g'ri, o'g'lingiz bilan siz 8 soatlab o'tirmaysiz hech qachon. Unga misol uchun 2 daqiqa yoki bir qancha desam, 2 soat, yarim soat, 1 soat farzandingiz, ayolingiz bilan bir dasturxonda o'tirib suhbatlashish, ular bilan. Ili 1 soat, yarim soat o'sha qanaqadir yoga ili sport bilan shug'ullanish, o'ziga yaxshi faol qo'shimchalar iste'mol qilishni, to'g'ri shirin taomlarda, tabiiy mahsulotlarni pishirib iste'mol qilish, ozgina kitob mutolaa qilish, qaysidir audio variantmi, boshqami, mana YouTube to'la variant, hamma ma'lumot bor. Xohlasiz ingliz tilida, xohlasiz rus tilida, xohlasiz o'zbek tilida. Rus tilini bilgan, ingliz tilini bilgan insonlarimiz mana tarjima qilib berishyapti hattoki. O'rganish hayot. Lekin hamohanglikni buzib qo'yish bor bu narsa. Yo o'sha qarab chiqsangda, bunday o'zingiz ko'rib chiqing, hayotingizda har bir inson ko'rib chiqsinda, yo ishdagi foiz juda ham kattalashib ketgan formulada, farzand bilan 0, yoki farz oila bilan kattalashib ketgan, ish bilan 0, sport kattalashib ketgan, to'g'ri ovqatlanish 0. Ko'ryapsizmi? Ular hammasi hatya bir 25% formula bo'yicha 100% degan bo'lsak, hammasini 25% formulaga bo'lish kerak. Xohlagan tipga qaratib odam o'zini hayotini hamohanglikka keltirish kerak. Jumboq qidirib yurganlar juda ham ko'p, tadbirkorlar juda ham ko'p-da. Lekin bundoq o'ylab qarasangiz, havo qilib pulga, biznesga yugurishadi, lekin mana bu yerda shaxsiy rivojlanish 0. Shaxsiy rivojlanish 0. Nimaga? Hasadda, kibrda, solishtirishda, isbotlashga, kimlargadir isbotlash uchun, sayohatlarga, kimlarga isbotlash uchun, ota-onasiga isbotlash uchun biznes qurishadiganlar bor. Zo'r deyishlar uchun biznesning muhtojligi bor, ehtiyojmandligi bor, kimdir unga qarshi aytmasa, bu biznes qulashi bor. Biznesning o'ziga yarasha sistema, bu biznes отдельный sistema. Umuman hayotni bir ummon deb oladigan bo'lsak, ummonni suzib borayotgan bittagina kichkinagina kemacha bu biznes. Hayot mana shu ishingiz sizni. Lekin u yerda oila, shaxsiy rivoj, tana degan formulalar qolib ketyapti. Bir kun kelib tanaga qaramasakda, to'g'risida tanaga qaramasak, sport bilan shug'ullanmadik-da yoki to'g'ri ovqatlanishni qilmadik, nuqulalik naqadamiz, yoki ruhiy holatga qaramayapmiz, stressda, alamda, nafratda, solishtirishda, raqobat ongida ishlayapmiz biznesda. Bunaqada pul topib bo'ladimi? Bunaqada rivoj bo'ladimi? Shuning uchun hamohanglik formulasi juda muhim formula. Hamohanglikka olib kelish kerak hayotni. Inson organizmi ham doim hamohang, bilsangiz. Butun borliq ham doim hamohang. Quyosh chiqadi, botadi, oy chiqadi, tun bo'ladi, yulduz chiqadi. Organizmlar ham, yurak o'zini vazifasini bajaradi, o'pka
Nafas olmasa o'pka, teshik bo'lsa agar odam boshqa narsa bo'ladi, to'g'rimi? Jigar o'zini, buyrak o'zini vazifasi. Ya'ni hamma sistema o'z vazifasini bajaradi. Ya'ni oilada ham shunaqangi sistemalar bor. Kelgusi videolarimizda, kelgusi ma'lumotlarimizda, ya'ni sistema haqida gaplashamiz. Bu sistemani qisqacha ochib ketaman. Ya'ni inson organizmida ham boshlanish sistema bor. Ya'ni o'sha yerda, misol uchun, hujayrani tiklanishi, bu yerdagi yurak, har bir vazifani ichidagi organizmning har bir o'zining vazifasi bor. Ya'ni keyingi videolarimizda biz hayot sistemasi, qolgan sistemalar bo'yicha umumiy gaplashamiz. Bu ham juda muhim inson rivojlanishida, hayotda kerakli bo'lgan. Bu yerda bir daholik, sirli bir qanaqadir ma'lumotlar yo'q. Oddiy va sodda berilgan ma'lumotlar. Oddiy va sodda berilgan ma'lumot. Faqat shunga amal qilib hayotni tizimlashtirish yo'liga qo'yish kerak xolos. Hech kimga bu majbur emas, hech kim bunga majbur emas. Lekin shunchaki shu ma'lumotni berdim, kimdir anglagan bo'lsa, xulosa olgan bo'lsa, kommentariyaga men xulosa oldim, angladim, hayotimdagi hamohanglikni yo'lga qo'yaman deng. Agar shu video siz uchun yoqqan bo'lsa, do'stingizga, yaqinlaringizga shunaqangi tadbirkorlik yoki farqi yo'q, buni har bir inson ko'rish, nafaqat tadbirkor, nafaqat shifokor, nafaqat boshqa inson. Buni har bir inson eshitgani muhimroq. Har bir inson buni bilsa, his qilsa, hayotini o'sha miyani tartibga berish uchun juda ham muhim bo'lgan formula. Miya har doim o'rtoqlar bizni komandamizga qarab bo'yiz, fikrimizga qarab bizga voqelikni tortib beradi. Mamdek bo'ladi, siz bo'ladi, miya xo'p bo'ladi deydi. Mamdaqa bo'lmaydi, siz miya ha, bu bo'lmaydi deydi. Men hayotimni hamohanglikka olib kelaman, siz ha deydi. Yo'q, siz yo'q deydi. Biz doim har kuni yangi tanlov, ya'ni qarorlar chiqaramiz. Biz doim har kuni tanlov qilamiz. Mana shu gap ham eng muhim gap. Yo oila bilan o'tirishni tanlov qilamiz, yoki sportga tanlov qilamiz, yo shaxsiy rivojlanishga, yoki biznesga, yoki o'sha ishga. Tanlov qilish har bir insonning o'zining ixtiyorida, tanlovingizni hurmat qilaman. Agar shu ma'lumotlar siz uchun qiziq bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Sababi like tugmasini bosganimizda shu platforma yaxshilaydi. Bu ma'lumotni ko'p insonlar ko'radi. Holiy tarqatishga sizda imkon yo'qdir yoki sizda gruppa yo'qdir. Yaqinlaringizga, do'stlaringizga shu ma'lumotni uzatsangiz, sizdan ular ham xursand bo'lishadi va bu ma'lumotni qancha ko'p o'zbekistonlik xalqimiz ko'rgan sari, bilgan sari u insonlarni hayotiga, yurtimizga, rivojiga ko'p hissa qo'shgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammanglar sog' bo'linglar.